3 qism. Aygüzel, bu natunish ayoldan ham tuyuqsiz o'ziga qilingan bu iltifatdan sal ko'rinib qoldi. Ayol, siz tamqingizni yeviling, deb pul yig'digan pukayga ketib qoldi. Aygüzel birdam o'tirib yetib, ondan tomoq yeyishga tutindi. Ayol uning necha kun osh qolgan odamdek tez tomoq yeyishlarini ko'rib, uning haqiqatan qiyin ahvolda qolganligini his qildi. Aygüzel tomoqini yeb bo'lgandan keyin pukayga boshqa birsini qartib qo'yib, o'zi Aygüzelni yetilab, tomoqxonaning keyniga joylashgan qator uylardan biriga boshlab akirdi. Andan Aygüzeldan ahvol so'rashga boshladi. Chunki ayol Aygüzelning bir hikoyasining borligiga ishonadi. Aygüzel bu natunish ayolning mehribonligidan ta'sirlanib, yig'lab turib, beshidan o'tgan ishlarni birma-bir so'zlab berdi. Ayol garchi Aygüzelning echinishli bir hikoya egasi ekanligini pamlagan bo'lsa-mu, ammo uning hikoyasining bu qadar echinishli ekanligini o'ylabmi boqmagan edi. Ayol Aygüzelning so'zlarini anglab, jahonda undaqmi bag'ritash odamlarning borligiga ishonmay qoldi. Bu oq ko'ngil ayol Aygüzelni bag'riga besib, uningga ko'p tasalli berdi. Asli bu tomoqxonada qochiydigan odam kim bo'lib, ayol Aygüzelni mushu ishni qilg'ash jinini jon assumikin deb o'ylagan edi. Ammo uning tatqan jafo mushaqqatlarini anglagandan keyin, uni bu jafoli xizmatga qo'yg'isi kelmadi. Shunga uni tez tomoqxonaning kutkichiligiga o'rinlashtirishni ko'ngliga pishdi. Ham bu xiyolini Aygüzelga aytdi. Ayol uningga yana bundan keyin mushu uyda turishni, ashtamoqni, yotoqni ko'tardiganligini, oyligiga 1000 so'm berdiganligini aytdi. Aygüzel ayolning so'zlarini anglab, o'z quloqlariga ishonmagandek ko'zlari chaqnab ketdi. Ham ta'sirlangandan yig'lab ketdi. Ayol uningga bugun ati obdan aram elishni, o'gilikdan boshlab ishga chiqishni aytib chiqib ketdi. Ayol chiqib ketgandan keyin Aygüzel o'zini xuddi tush ko'rayotgandek his qilishga boshladi. U texi bayala yotadigan yerdan g'am qilib yurgan bir g'am egasi edi. Mana hozir yotadigan yeri bor, osh-tomoqdan ansirmaydigan, texi oyda 1000 so'm oladigan maoshli bir xizmatchi bo'lib qoldi. 1000 so'm degan gap yodiga kelishi bilan u o'zining cho'ng bo'lib 100 so'm pulni qo'liga ep tutib boqmaganligini o'ylab qoldi. Bugun Aygüzel to'limi xotirjam, rahat uxladi. U o'zini azaldan mushundaq rahat yashagandek, shunchalik baxtiyor sezdi. Hozir Aygüzelning kunlari shunchalik ma'nalik, shunchalik xushal o'tib. Burunqi g'amkin chiroyi hozirgi kulgin chiroyiga almashib, o'zini teximi tetik, teximi jalloq tutib, butun vujudi bilan berilib ishlab, xo'jayinni xush qilishga tirishdi. Xo'jayin ayol o'zining Aygüzelni xato tanlamaganligini his qilib, uningga mamnunlik bilan qarab qo'yatdi. Mushunda xushal o'tayotgan kunlarda u Erkin bilan tanishdi. Erkin o'zi qamlashgan, chaqchaqchi bola bo'lib, Aygüzeldek hech ko'rib boqmagan sodda bir qizni asonli indakka keltirib oldi. Ham uningga to'y taklif qo'ydi. Aygüzel uning o'ziga qilgan ko'yinishlari, degandila uningga uni-buni sovg'a qilib, tatliq va'dalarni berishlardan erib, uning to'y taklifiga qo'shildi. Erkin bu shaharga yaqin boshqa noyada bo'lg'ashqa, Erkin uni elib ketmoqchi bo'ldi. Xo'jayin ayol Aygüzelning aldinib qolmasligi uchun to'ydan keyin berishni aytgan bo'lsa-mu, Erkin xo'jayin ayolga o'zining beribla Aygüzel bilan to'y xiydi oldiganligini, o'zining ota-onasi yo'q yetim bo'lg'ashqa, Aygüzelning ko'ngliga ozor bermaydiganligini, to'y qilsa xo'jayin ayolni to'yga taklif qildiganligini aytib, xotirjam qilgandan keyin Aygüzelni elib ketdi. Andan uni o'zi ijara olgan 55 kvadrat metrlik chaqqangina uyga elib kirdi. Ammo bu sodda qiz shuni o'ylamadiki, texi to'y qilmagan, bo'yiga yetgan bir qiz bilan yoshlikka urg'ib turgan bir yigitning bir uyga kirishi aslida xato edi. Dastlab ular ayrim turdi. Erkin haqiqatan Aygüzelga obdan muomala qildi. Uningga kuyundi.
Onu butunlay o'ziga moyil qilib, o'ziga tayinadigan, o'zidan ayrilanmaydigan qilib qo'ydi. Mushundaq qilib, ikkisining uyda turish vaqti uzargancha cheklangan mevaga eg'iz tegib qoldi. Bara-bara bu ishlar har ikkisi uchun normal ishdek tuyuldigan bo'lib qoldi. Ayguzal yanada Erkin bilan to'y qilib, bir umr birga turishni o'ylaydi. Har qitim Erkinga to'y qilish to'g'riliq gap qilganda, Erkin hozir o'zining cho'ng bir savdo qilayotganligini aytadi. Ayguzalni ansirtib, uning cho'ng savdosi hech tugmay o'tadi. Ayguzal o'zida g'ayriy alomatlarning ko'rilayotganligini bayqadi. Hozir u xil pishib qolg'ashqa o'zidagi alomatlarning homildorlik ekanligini his qildi. Ham tekshirtib yiqivdi, rostla homildor bo'lib chiqdi. U bu xabarni Erkinga aytdi. Erkin birdan turib ketib, andan xushal bo'lgan qiyofatda Ayguzalni mahkam quchoqlab, o'zining bakmi xushal bo'lganligini, sodisining tugay deb qolganligini, ammo o'zi berib oxirida chiqqanimiz bo'lmaydiganligini, bir oylarda kelib bo'ldiganligini, kelibla to'y xati elib, to'y qildiganligini aytib, Ayguzalni xotirjam qildi. Erkin shu gaplarni qilib atisila cho'ng sodisini bitirib kelish uchun ketib qoldi. Har qitim Ayguzal telefon qilganda uni xotirjam qiladigan bir muncha gaplarni deb telefonni qo'yibdi. Erkin azaldan Ayguzalga bu uyning ijara uy ekanligini aytib boqmagan edi. Faqat bu uyda xotirjam turaverishini aytgan edi. Shunga Ayguzal bu uyni xuddi o'z uyidek ko'rib, Erkinni saqlab o'tirgan edi. U kun sari cho'ng bo'layotgan bolasidan xushlanib, Erkinning yo'liga talmirib yurganda, notanish uy egasi ayolning ishib keqishi uning hayotida yana bir burilish yasavatdi. Ayguzalning xayoli shopir ustamning tushib tomoq yeylanglar, ondan yo'lga chiqamiz degan so'zi bilan o'sildi. Boshqa yo'lovchilar qatorida u tushib tomoq yedi. Uni ko'rsqi haqiqatan bakmi ochgan edi. U tomoqni yedi-yu, ammo tomoqni yiliqi chupurliqning puliga yegashgami yoki sezigining ta'siridanmi aytavur, yeganlarni sirtqa chiqib yondiribdi. U avtobusga chiqqandan keyin bundan keyin qanday qilishni o'ylashdi. O'zi yolg'iz bo'lsa-ku, nimalar qilsa bo'laveradi. Lekin u hozir yolg'iz emas. Ko'rsqidagi balani qanday qiladi? U boradigan shaharning o'y chunqurini bilmasa, dadisi yo'q bu balani qanday yoshirg'ili bo'ladi? Bir qator chegish masalalar Ayguzalning beshining ichinimi, teshinimi qotiribdi. Hamma odam uyquga g'arq bo'ldi. Ammo Ayguzal butun jahonning g'amlarini yutib olgandek bemahal holatda yotdi. Yo ko'zida uyqu yo'q, ko'z oldidagi ishqa yaxshiroq bir chora yo'q. Shunday qilib tongni otdi. Ular keladigan shaharga yetib keldi. Ayguzal ayollarga agishib, ular qayoqqa mangsa shu yoqqa mangdi. Ularning ko'z oldida cheksiz ketgan kevaslik yotdi. Osmondagi oq bulutlarda ko'rinadigan oppoq paxtalar ularning o'zlarini terishini kutib turmoqda. Ayguzal ayollarga agishib paxta termoqda. Dastlabda u toza qamlashtiramadi. Ayollar uning qandoq taganda tez ham pokiz targili bo'ladiganligini o'rgatib qo'yib edi. Ish qilishni eg'ir olmaydigan Ayguzal qandoq qilishni tezla o'rganib oldi. U hech nimani, hatto qo'rsqidagi balonimi o'ylamay butun vujudini ishqa otadi. Berilib kevastardi. Ballarning telib, ballarining telib og'rishi, gajisining birsi o'ltirib olgandek eg'irlashib ketishlarga parvo qilmay ishladi. Bu japaga, bu o'zini urib ishlashlarga Ayguzal chidigan bilan qo'rsaqdagi bola chidamadi. Oxir Ayguzal paxta teriyotgan yeriga yiqildi. Ayollar uni yo'liga kelibla uning nim bo'lganligini bilib bo'lishdi. Ular Ayguzalni ko'tir-ko'tir qilishib ishbeshining oldiga olib borishdi. Ishbeshi uni darhol doktorxonaga olib bordi. Ammo bola allburun tushib bo'lgan edi. Boshqalar Ayguzalga ich og'ritishdi. Ammo Ayguzalning chiroyidan faqat og'riqdan chiroyini purishtirgandan boshqa
hech bir bolasiga ich og'rig'i tortgan alomatlar ko'rilmadi. Ayguzalning xiyolicha, endi bu bolani tug'ishning hech bir ahamiyati qolmagan edi. Ayguzal doktorxonada hafta yetib davolanib, yaxshilanib qoldi. U doktorxonadan chiqibla yana avvalgidek ishlab ketdi. Ayollar bu mezgilda orom elishni aytgan bo'lsa-mu, ammo yanada ishlayverdi. 2,5 oylik jabborlik baxti terish natijasida u o'z mo'lchardikidan xeyli ko'p pul topdi. U ayol xo'jayinining qishidagi vaqtdikidan boshqa chaqlarda o'zining bu darajada xushal bo'lib baqqanligini aslayolmadi. Paxta terib topgan pullarni elib hammaylar taraf-tarafga tarqashdi. Ammo Ayguzalning yana beshi qotdi. Amdi nega berish kerak? Qog'illarning tutgan uy makonlari bor. Bardigan nishonlari bor. Amdi u o'zini haqiqatan ega chaqsiz, tashlandiq, makonsiz his qilishga boshladi. Bu yerdan ayrilib shahar ichiga kirdi. U shaharga kiribla o'ziga chiroyli bir qur kiyim siyib oldi. Ondan oldirmay shahar ko'chalarini aralashga boshladi. U aralab ketib etib, g'arbcha tomoq chiqaradigan tomoqxonalarning xaridorlik ekanligini, bundaq o'rinlarga cho'qim odam oladiganligini faraz qilib, kirib o'qishib beqishni o'yladi. Taliga rostli ola Ayguzalni qabul qildi. Ayguzal kichkidan boshlabla qozonbeshining ishlariga pishqon bo'lg'ashqa, bu yerdagi ishlar uningga hech qancha balanmadi. G'arbcha tomoq degan bilan asosan tayyor yemekliklarga ozroq hunar chaplash bilan bitadigan ishlar bo'lg'ashqa, Ayguzal bu yerdagi ishlarning uncha baqilg'ili bo'lmaydigan ish emasligini bilib qoldi. Bu yerning avvalgi ustisi ketib qolg'ashqa, Ayguzal teg'i o'zimi bilib bilmayla bu yerning asosli ustisiga aylanib qoldi. U hozir xeyli xotirjam bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin bir ish uning ko'nglini yerim qilib turadi. U bo'lsa-mu, uning yotoqdashi Xayransa nima uchundir uni paturmagandek qiliqlarni qilib yuradi. Buning nima uchunligini Ayguzal bilmay yotadi. Ayguzal ko'p jafo tortib, alam chekib cho'ng bo'lgan bilan rangi ruxsari chiroyli, odamga yiqishli qiz edi. U kelgandan beri bu yerdagi kutkuchi yigit Rafqat uningga bo'lakchilik yaqinchilik qiladi. Lekin Ayguzal arlarning ko'ngli ozor yegan bo'lg'ashqa o'ziga yaqinchilik qilganlardan hazar aylaydi. Shunga Rafqatga uncha parvo qilib ketmadi. Har qitim Rafqat Ayguzalga yaqinchilik qilib, yaxshi muomala qilganlarida Ayguzalning hiliqi yotoqdashi Xayransa uningga o'shmanlik bilan qaraydi. Ba'zida Xayransa Rafqatga surilib, o'zini suvab gap qilib ketsa, Rafqat uningga bezor bo'lgandek muomala qilib qo'yadi. Bundaq chaqlarda Xayransa Ayguzalni hadisili cheqib oladi. Uni Rafqatning oldida tushirmoqchi, mazoq qilmoqchi bo'ladi. Ammo Rafqat Ayguzal tarafda turib, Xayransaga qaytarma zarba beradi. Bechora Xayransa Ayguzalga o'chmanlik qilishning Rafqatni o'zidan yiroqlashtirish ekanligini o'ylab yetolmay yotadi. Ayguzal bu yerdagi xizmatni xeyli yuqori so'mlik maoshni desa faqatlik ketgisi yo'q edi. Ammo turmushdagi bu ko'ngilsizlikni o'ylasala bu yerdan rayi yenib ketadi. Shunga bu xizmatdan istifa berib ketmoqchi bo'ldi. Ayguzal xo'jayinga istifonoma topshirib yetib, nas keraklarni yig'ishtirib o'tadi. Ammo kutilmaganda Rafqat yotoqqa etilib kirib, Ayguzalni tutib oldi. Ayguzal, nimishga ketasiz? Sababini deng-a? Sababi yo'q. Ayguzal Xayransa sababli ketgisi kelganligini aytqusi kelmadi. Chunki Ayguzalning ba'zida Xayransaga ichi og'rib qoladi. Oshiqsiz mashq bo'lishning tasligini umi bilmay qolmaydi. Shunga o'zi chekinib chiqmoqchi bo'lgan edi. U sabab bo'lmaganda-mu o'zini Rafqatga mos kelmayman deb o'ylaydi. Qani deng-a, Xayransa sababli shundaqmi? Shundaqmi? Rost gap qiling-a. Agar shu sabab ketmoqchi bo'lsangiz, men siz bilan birga ketaman. Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Men qarang Ayguzal, masaladan o'zini qochirish, masalani hal qilishning chorasi emas. Qilib qiling bo'lamdi. Sizga o'tinib qolay. Ko'zimga qarang-a. Beshingizni ko'tarib menga bir qarang-a. deb uni o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Ayguzal beshini birlik ko'tardi-yu,
Rafqatning muhabbat yig'ib turgan ko'zlariga qarashga bardoshlik berolmay, yana yerga qarab oldi. Bundaq muhabbatli ko'zlarni u erkindimay ko'rgan edi. Lekin oxiri qandoq bo'ldi? Aldab tashlab etildi. Texi o'zimi bilmaydigan noma'lum kishilar tarafidan setib etildi. Shundaqkan, u erlarga qandoq ishonalaydi? Bo'ldi qiling Rafqat, men siz yaxshi ko'rgidek unchalik yaxshi qiz emas. Siz yaxshi yigit, amaliyat xayrin sami yaxshi qiz. U faqat sizni bak yaxshi ko'rgashgala, menga shundaq muomala qiladi. Agar siz uningga bo'lgan qarshingizni o'zgartib, qaytadan qarab baqsangiz, uningdagi ortiqchiliklarni ko'rib yetalaysiz. Bo'ldi, gap qilmang. Siz söygen eng chiroyli degan gapni anglamaganmidingiz? U yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi, menga baribir. Mening yaxshi ko'rdiganim siz. Gaplaringizdan qaraganda siz muhabbatda ozdirigan o'xshaysiz. Ajba siz mening yari bo'lgan qalbingizga malham bo'lib, baxt qilishimni xohlamamsiz? Siz necha vaqtdan beri sizga ko'nglim borligini bilmaymi qolmadingiz? Menga qarang, qilib qiling bo'lamdi. Xayr, sana ishini o'zim bir taraf qilaman. Uni